tushibdi. Rostdan tushibdi. Endi tushibdi, qara. Qaysi biri shu? Mana. Kecha nima turdim-da, turdim. Sarsanchilik. Shunga bir yuradi, nima bo'ldi, haqiqatga. Keyin checharaga qo'g'in oshiradi. Tushgan-a? Tushgan hozir mana qara o'zingdan Bitta turbani ham qaranglar. O'tni ham ko'ramiz. Mana buni ko'rdim. Mana mashi. Juda ham chiroyli chiqyapti. Mana ko'rasan? Ko'rdingizmi televizorda? Mana. Nahot polvon. O'ng tarafda nima bo'ladi? O'g'il deyishardi. Unga qaramang. Qaramaydimi? Lekin shunaqa holatda bo'ladi. Chunki umidjon bo'ladi. Ikkiyarim. Sani hisobingga to'g'ri. O'zsa bo'ldi, hisob kitobda emasga. Demak, qaranglar, bu qizimizni operatsiyaga olmoqchi edik. Bu onani ko'ngli hech qachon aldamaydi, chunki qizimiz bu yoqda pnevmatishniy bo'lgan 3 marta. 2 marta bo'lgandan keyin chap bachadonlar olib tashlangan. 3-marta lecheniyamizdan keyin yana bachadondan tashqari homiladorlik bo'ldi. 2ta